Bu videoni Rossiyadan deportim bor, zapretim bor degan danışmanlaringizni tashab qo'yasizlar. Endilikda Xudo xohlasa bizda deport zapretlarni 100% garantiyasi bilan ochib beramiz. Bu borada Rossiya Federatsiyasi Moskva shahrida yurgan, necha yildan beri ishlab yurgan o'z ishini ustasi, o'zlarimiz yuristlarimiz bilan hamkorlikda ishlatibmiz. Aytadi-ku, chimchiq so'ysam qassob so'ysin dedi. Endi deport zapretlaringizni tekshiramiz. Boshda ochiladigan bo'lsa ochiladi deb aytamiz, ochilmaydigan bo'lsa sizga javobini aytamiz. Yo'q, bu sizga ochilmaydi deb. Nog'ada Rossiya Federatsiyasining o'zini ma'lum bir qonun qoidalari bor. Shunga qarab, statyasiga qarab deport zapretlar ochilib turibdi. Shu borada biza 100% garantiyasi bilan ochiladigan deportlarni 100% garantiyasi bilan ochib beramiz. Undan tashqari deport zapretingizni bog'liqina shubhangiz bo'lsa, qachon deport qilyapsiz, neda deport qilyapsiz, soat nechada, nov sababli deport qilyapsizlaringizni ham aniqlab beramiz agar shubhangiz bo'ladigan bo'lsa. Deport zapretlarini ochish xizmati ham mavjud bizada. Ekranda telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, telefonlashib WhatsAppdan xabarlashsangiz bo'ladi, Telegramdan xabarlashsangiz bo'ladi. Birinchi o'chirda tekshiramiz, ochiladigan bo'lsa ochiladi, yo'q ochilmaydigan bo'lsa ochilmaydi deb aytamiz. Bular shunda telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, qolgan ma'lumotlar telefonda beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, videolarni like'larni bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar. Bu videoni deport zapreti bor joylalaringizda danishtirishingizga og'a ukalaringizga tashab qo'yasizlar.